Jahon chempionati bu Argentina chempion bo'lish uchun o'ylab topilgan turnir. Hakam butun Misrning orzularini yo'qqa chiqardi. Ha, aynan mana shunday gaplar bilan intervyu berdi Misr futbolchisi va bundan tashqari Misr bosh murabbiyi o'sha vaqtli vaziyat va berilmagan penalti bo'yicha gapirdi. Ya'ni FIFA Argentinaning uzoqroqqa borish uchun qo'ldan kelganini qilyapti. Chunki bizga yaqqol penalti berilishi kerak edi degan gaplarni aytib o'tdi. Qiziq, ular qaysi vaziyatlar bo'yicha bunchalik yonib kuyib gapiryapti? Hozir siz mana shunaqangi xabar va tahlillarni o'tkazib bormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. O'sha vaziyatlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi vaziyat bu Misrning ikkinchi goli hisobga olinmagan holat, ya'ni boshida hujum fazasiga e'tibor beramiz. Lisandro Martinezga nisbatan qoida buzilgan deb topdi hakam. Aynan mana shu yerda oyog'ini e'tibor berishingiz mumkin. Lisandro Martinezning oyog'ini bosgan va bu holdan keyin Misr ikkinchi golni urgandi, lekin hisobga olinmadi. Ikkinchi vaziyat esa uchinchi golning hujum boshlanish fazasi. Aynan mana bu yerda Salah hujum boshlayotganda uning oyog'iga kontakt bo'lgan va bu hakam tomonidan hech qanday foul deb topilmadi. Hujum davom etdi va Argentina terma jamoasi o'zining 3-golini urdi. Xo'sh, bu yerda penalti bormidi? Umuman olganda Lisandro Martinezning vaziyatida qoida buzarlik bormidi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring do'stlar.